Avvalgi videomizda 3 fazali relay напряжение настройкалari haqida gaplashganmiz, ESS brendidan. Bugun ko'rinish jihatdan bir-biriga o'xshaydi, lekin vazifalar jihatdan bir-biridan farq qiladigan qurilma avtomatik perkuchator faz to'g'risida gaplashamiz. Bugungacha kunduzda ko'pchilik hamkasblarimiz tomonidan ishlatilyapti, настройкаlarni bilganlar ko'ryapti, bilmaganlar uchun bugun video qilamiz, manfaatli bo'ladi degan umidamiz. Keyin yana bir narsa aytib o'tamiz. Bunda ham fazani oshib ketishidan va pasayib ketishidan himoyalar mavjud. Ko'p sxemalarda ko'rib qo'ydik. Bundan keyin ham relay напряжение qo'yib qo'yayotganlarni iqtisodiy jihatdan olganda mana shuni o'zini qo'yishgina bilan ish bitadi. Shuni o'zidan shunaqa funksiyalari bor. Bugun shuni ko'rib chiqamiz, bo'lmasa biz boshladik. Xo'p, bizda relay напряжениemiz kabi mana paneli bor, ikkita. Bunda ham mana kuchlanishlar paneli, ikkinchisida toklar paneli. Xo'p, bunda ham mana o'zbekcha variantini qilib kelishgan bular, elektriklarimiz uchun oson bo'lishi deb. Xo'p, nimalar yozilgan bo'lsa ko'rib chiqamiz. Hop, bunda ko'rsatyapti birinchisida shu panellari, mana kuchlanishi, tokki paneli borligini ko'rsatyapti. Keyingisida yoqilishni kechikish vaqti deyapti. Mana hozir mana tarmoqdan uzib ko'ramiz. Yoqilishni kechikish vaqti bo'ladi 1 sekund. Perkuchator fazimizda. Hop, 10 sekund buni ham nastroyka qilib qo'ysak bo'ladi, 5 sekund qilib qo'ysak bo'ladi. Hop, undan keyingisi bizada mana hozir yonmagandan keyin ko'rib chiqamiz. Hop, mana bizada yoqishni kechikish vaqti. Undan keyin kuchlanishni eng baland qiymatida uzib qo'yishi. Hozir kuchlanishni holatiga qarab to'g'rilab qo'yasiz. Kimdadir 260 qilib qo'ysa normal ishlaydi qurilmasi, ya'ni transformatorga yaqin bo'lsa, kimdadir undan pastroq. O'zingizlarning holatiga qarab to'g'rilab qo'yasizlar. Xo'p, undan keyingisi kuchlanishi pastki qiymatiga tushib ketganda uzib qo'yadi. Kuchlanish mana boya aytdik-ku, relay напряжениyaning funksiyasi ham bor bunda. Kuchlanish pasayib ketgandan keyin bu ham avtomatik tarmoq himoya qilib qoladi. Bu yoqdagi iste'molchilarni bemalol himoya qilib qoladi. Xo'p, undan keyingisi bizada fazalar ketma-ketligini aniqlash vaqti. Mana fazalar ketma-ket kelyaptimi? ABC faza bor-ku, shuni vaqti. Xo'p, mana bunda mana BSA fazani biz belgilab qo'yganmiz. Bunda nima deyapti? Fazalar ketma-ketligini tiklanish sozlamalari deyapti. Mana shu ketma-ketlikdami bu? Miyasi o'ylab ko'radi. Ha, bu ham ko'radi-da, haqiqatan shunaqa ketma-ketlikda bo'lsa keyin qo'shadi. Bo'lmasa perfazirovka bo'lsa qo'shmaydi. Xo'p, undan keyingisi fazalar ketma-ketligini tiklanish vaqti. Xo'p, relay напряжение singari bunda ham tokki ham zashtasi bor. Misol uchun 60 amperga belgilab qo'ysak, 60 amperga chiqqanda 60 amperda uzib qo'yadi. Hop, 50 ga qo'yib qo'yadigan bo'lsa, iste'molchilarimiz 50 amper olsa, 50 amperda uzib qo'yadi. Amperga chiqqanda uzib qo'yadi. Hop, undan keyingisi. Hop, tiklanish vaqti, o'sha amper 60 amperga qo'ydik. Katta amper oqmoqchi, uzib qo'ydi. Qancha muddat tiklasin deydi. Xohlasanglar 10 sekundga qo'yib qo'yasizlar, xohlasanglar 20 sekundga qo'yib qo'yasizlar, o'sha vaqtda tiklaydi. Hop, undan keyingisi yuqori, o'sha tok oshmoqchi bo'lganda necha sekundda himoya qilib qo'yadi deb so'raydi. 1 sekundda himoya qildi berishimiz mumkin, 9 da himoya qildi deb shunaqa programma miyasiga komanda berib qo'ysak, bu o'sha vaqtda ishlab uzib qo'yadi. Hop.